Mana shunaqa hadyalar kelsa, Robbim menga mehribonchiligi, rahmati deyman-da. Hozir bitta nomerdan telefon keldi. Olsam, sizga dastavka keldi, olib oling deyishyapti. Keyin mana shu dastavka qilmagandim, desam, lekin sizga dastavka keldi deyishyapti. Nima desam, shirinlik, qanaqadir tortlar deyishdi. Lekin men dastavka qilmagan edim. Puli to'langanmi desam, ha deyaptilar. Dastavka puli desam, u ham to'langan deyaptilar. Adashmadimmi-ku deb qarasam, adresi ham to'g'ri olib kelgan ishxonamga, nomer ham kiritilgan. Mayli deb xursand bo'lib olib, qarab, hozir masterim Hojirdan so'raman, Hojirdan ijtimoiy dastavka zakaz qilmaganligi. Bunaqa qilsam, yo'q. Keyin mana bu narsani ko'rib, aytibdilar, hozir 1 soat oldin bitta patsientimiz bizdan vaginalniy zul olib ketgan edilar. Bu o'yladim, realniy muolajamiz yoqqani va menda o'zi o'qigandilar ham, shogirdim ham. Indamasdan mana shunaqa hadya berib yuboribdilar-da, mashaalloh. O'zi rosa shirinlikka tortyotdi. Hozir nimadir dastavka qilaylik deb turdim. Alloh taolo shuni ichimdagini duoyimni ijobat qilib qo'yganiga, lekin